Bugun men ko'plagan pensiyalarning talabiga asosan yeyish bo'lgan dapanjining qorish usulini elib keldim. Qorish usuli bek moddasiz birlik yo'lsiz o'ynalaysiz qani. Ketdik. Oldi bilan azapashti marksidagi yupaydan tayyor qilib oldik. To'g'rab tayyor qilib olgan sanxonja 1 kilogramm, to'g'ralgan yangyo, lazqiqi, dapanji xurchidan 20 gramm, ko'klaza, so'ng piyoz, zanjir, samsoqlarni surat ko'rsatilgan bo'yicha tayyor qilib olib, qozonga 100 gramm qichimi qo'yib, navatdan 30 gramm silib, aralashtirib, qizil ko'pish chiqqandan keyin tayyor qilib olgan to'xoni silib, aralashtirib, qo'rib, go'sht qizaganda bir qo'sh lazjang tuzdan muvofiq miqdorda lazqiqi, zanjir, samsoq, yangyon silib, normal o'tda 5 minut qo'rib, ko'pchilikniki meni rag'batlantirish yusidan yurak belgisini besib, jiq-jiq gul et qo'shonlarni umid qilaman. Dapanji xurchidan 20 gramm silib, aralashtirib, muvofiq miqdorda suv quyib, xushbiroq jangyodan bir oz quyib, tuvoqni yapib, normal o'tda 5 minut dumlab, tayyor qilib olgan yupayn silib, qaytadan tuvoqni yapib 5 minut dumlab pishirib, to'g'rab tayyor qilib olgan ko'klaza, so'ng piyoz, azroq vijing silib aralashtirib, ta'min tanshab, taqsiq usub tayyorlasak bo'ladi. Bir oylik kishilar jam bo'lib, xotiringizni jam qilib, Azap açtı marksdagi Xogo yemeklerini ishlatib beqishingizni tavsiya qilaman.